Assalomu alaykum kitob qumar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazğıçı Habibullah Ablamitning Muz tutqan daryo nomli romanining 16-cı qismini anlatishga başlaymiz. Şəhərning mərkəzi ko'chalarida odam shalang va u yoqdan bu yoqqa o'tishib ketayotgan qatnash qurollarimi nihoyatda oz edi. G'uljining bu asosli ko'chalarning burunqidek saltanatli qishliq manzaralaridan asarmi qolmagan edi. Albatta, buning hech qanday ajablanadigan yeri yo'q. Navbatdagi vaziyat bilan burunqi chog'larni qandoqmi selishtirg'ili bo'lsin. Yosh xonim bo'lsa, yuzini derazaga yaqin tutib, beshini ko'tarib, inkini ushlab, Ili daryosining kuz mezgildagi suyuning rangidek kulrang ko'zlarini sirtdan uzmay qarab o'tirardi. Derazaning sirtidan g'uyuldab o'tayotgan har bir ko'cha, her bir bina yol belgeleri ve elan taxtaları bilen tam doskalardaki her bir xat onun göz aldıdan gonga ötüp ketayotgan edi. Şəhərning çoğ ko'cha yoqasidagi egiz binolar, balkonlar, cho'ng savdo saroylari, qator do'konlar, may qachalash punktlari, doktorxonalar ve ma'muriy idoralarning hammasi quyoshsiz osmonning ostida tutuq ko'rinib, yosh xonimning hasratiga hasrat qatmoqda edi. Ko'chalardagi etilda qoldiqlari, axlat javolar, qog'oz parchalari va plastik xaltalar qarga aralashib, mashinalarning chaqlari ostida ezilib, chaylinib, chingdilinib muz tutgan edi. Burunlarda har qancha bo'lsa-mu bundaq dam olish kunlarda ko'chalarda yanala andi-sandi ketayotgan odamlarni ko'rgili bo'ladi. Bozorlar sahardili jonlanib ketadi. Hozir bo'lsa burunqi avod rastilar, hunarvand kasblarning do'konlari, aşbozullar, namrat musafirlarni issiq qo'yniga oldigan choyxonalar, sahrodan shaharga kiradigan yo'l qatorliq odam oyoqi kesilmaydigan hamma joyda odam yo'q edi. Ko'chalar cho'ldarab, shahar o'likdek jimjit sukunatga cho'kkan va sovuq shamol guykurab o'z hukmronligini yurgizayotgan edi. Har qanday kishining ko'nglida azgu hissiyotlarni uyg'otadigan kakuk va bulbullarning yiqimliq ovozi kelib turadigan bog'larni qarmuz qoplab, o'ttirisidan kesib oqadigan eriq o'stanglarni muz tutgan edi. Avtobusning ichida bir buruq turmini hukm surayotgan bo'lib, yosh xonim bilan birga avtobus ichida o'tirgan yo'lovchilarning hammasi xuddi hujum yivolgan bulbuldek unni chiqarmay jimjit o'tiradi. Vaholanki ularning har birisining kollasida o'ziga mansub xiyollarning shivirg'onlari chiqayotganligi tabiiy edi. Ularning chiroy ifodasidan bu xil ahvolning mutlaq ekanligi oshkorlanib turadi. Ularning hammasi kollasini qo'chiyotgan ana shu o'y fikrlarni, yuragini mujayotgan dard alamlarni va ko'nglini buzadigan hasratlarni yenda o'ltiradigan safardoshlari bilan o'rtoqlashishga jur'at qila olmaydi. Hammasining ko'zlarining ichiga andish cho'kkan edi. Hozir Uyg'urlarga nisbatan kun o'tkazish shunchalik mushkul, Kompartiyaning yurgizayotgan siyosatini tushunish shunchalik qiyin edi. Ilgari xiyolg'imi kelmagan yoki kelgan bo'lsa-mu mengisining bir bo'lingda bir qora chekitdek xiralashib ko'ringan narsalar endi birdan reallikda kunda degudek yuz berib, Uyg'urlarni jiddiy andishiga salmoqda edi. Har bir odam o'shiqcha ishlarga aralashishni va ommaviy sorunlarda o'shiqcha gap qilishni xohlamaydi. Hamma odam haddidan ziyoda ehtiyotchan bo'lib ketgan bo'lg'achqa, Yenda turgan yot birisiga gumon bilan muomala qiladi. Mana shu topning o'zidami avtobus ichidagi yo'lovchilarning og'zi bajoyiki eg'izlari etiq sadab qululusidek yumuqliq edi. Darvaqa sadab qululusi issiqni ko'rgan hamon og'zini shappida ochadi. Biroq issiq avtobusning ichiga kirgan yo'lovchilar ko'zlarini bir-biridan qochirib, un chiqarmay, midir-sidir qilmay, zamon va makondan mustasno bo'lgan arvohlardek jimjit, tiniqsiz va hasrat bosgan yuzlarini oldiga qilib o'tiradi. Avtobusning muz tutgan derazasi ularning hasratiga hasrat qatqandek qiladi. Hamda muz tutgan derazaning ichi va sirtidagi manzara ushbu hayotning tabiiy ko'rinishini ro'shan ravishda namoyon qilib bermoqda edi. Yosh xonimning o'g'li bo'lsa, mozorliqdagi qabriga yo'linib uxlab qolgan shokichik talibdek, onasiga yo'linib uyquga ketgan edi. Yo'l azobi, go'r azobi degandek, bola tong yo'rimayla o'rnidan turib, uzun bir musofani piyoda mang'ashqa bakla charchab ketgan edi.
Şuna u avtobusqa chiqib uzun o'tmayla uyquga asir bo'lgan edi. Uning yenik pushuldab nafas elishlari yosh xonimning qulog'iga yengil so'qilayotdi. Amdilikda avtobusning ichimi isib, derazadagi muzlar erib, tamchi suvlar asta tövanga saqib, sirtdagi manzara to'liq ko'rinishga boshlagan edi. Avtobus shaharning markaziy ko'chalarini orqaga tashlab, Ili daryoning ko'ni ko'rigi bor tarafga qayrildi. Odatda avtobus shoferlari daryoning o'qitidagi joylariga berish uchun uduldagi yangi yasagan cho'ng yo'l bilan mengib, yangi ko'rik orqali Dilmuq teg'ining bag'ridagi nahiya va kentlarga yetib boradi. Nemishqidir bugun avtobusning shoferi uduldagi yangi yasalgan yo'l bilan emas, balki ko'ni yo'lni tanlagan edi. Balki shofer Uyg'ur bo'lg'achqa shunda qilgandi haqiqatan. Demisimi Uyg'urlar yangi yasalgan yo'lga har qancha qilib bo'lsa-mu ko'nalmagan edi. Ular daryo bo'yiga va yoki daryoning o'qidagi yezi qishloqlarga manganda hamisha ko'ni yo'l bo'yicha mangadi. Mana hozirmi shofer ko'ni yo'lni tanlab, Ili daryosining ko'ni ko'rik udul tutashgan Nog'richi mahallasi tarafga qayrilgan edi. Bәйгеге tushgan otda kishti ketayotgan avtobusning surati bo'lsa, oqqush tuman bosgan ko'cha qayrilganda ostilashga majbur bo'ldi. Yo'lning so'l tarafidagi muz maydoni deb ataladigan tantarbiya maydonining ustini butunlay tuman qoplab ketgan edi. O'ng tarafdagi cho'qqisi ko'kka taqashgandek, egiz oiliklar binosining belida o'sib yurgan oppoq tumanlar bo'lsa, G'uljidagi eng egiz ushbu imoratlarni shunchalik surlik tusga kirgizib qo'ygan edi. Mana shu topning o'zida tumanliq va odamsiz bu ko'chaga nazarni og'dirgan har qanday odam bu shaharni saqayt qilib bo'lmaydigan kasallik giribtor bo'lgan bemorga o'xshatmay qolmaydi. Mazkur hol mushu ko'chalarda o'ltirgan fuqarolar bilan avtobusdagi yo'lovchilarnikiga o'xshash, mazkur ko'chalarning mu hasratining borligini hamda odamlar bilan shaylar hasratining bir-biriga aralashib ketganligini ro'shan ravishda gavdalantirib beryotdi. Muz maydon deb ataladigan tantarbiya maydoniga qaturilgan ko'p muzlarning ostida aslida Ili Uyg'urlarning bahodir ajdodlarining jasadlari yotadi. Va bu yerlar G'ulji xalqi eng qadrlaydigan, duo tilovat qiladigan, dard alamlarini, qayg'u hasratlarini va xushallik shodliqlarini arvohlar ruhi bilan o'rtoqlashadigan Xalpan Buzukvar mazari deb ataladigan qabristonlik edi. Mazkur qabristonlikqa qadimki zamonda G'uljidagi hurmatga sazovor shayx Hammad Xalpam dafn qilingan edi. Ya'ni Hammad Xalpamning nasihati bo'yicha 1818-yili vafot bo'lganda dafn qilingan joy bo'lg'achqa Xalpam Buzukvar mazari deb atalgan va bora ko'lami kengayib, G'uljidagi eng cho'ng qabristonlikqa aylangan edi. Shundan muqaddam toki 1970-yili yozda buzib etilganga qadar Ili xalqining tavob ibodat qildigan, cho'ng kichik ko'lamdagi diniy faoliyatlarni elib boradigan, hayit ayamlarda jamoat bilan liq to'ladigan Uyg'ur xalqining ijtimoiy turmushining bir tarkibiy qismi bo'lib mavjud bo'lib kelgan edi. Shu chog'da mazkur qabristonlikni shahar markazidan yiroq Qaradong deb ataladigan egiz do'nglikning ustidagi qaqas bir joyga yo'tkib etib, Ili Uyg'urlarga oid bo'lgan tarixiy izlarni go'yo yo'lning bir chetidagi döve axlatlarni tozalagandek biraqli supurib tashlagan edi. Qabristonlikning qor yog'ochlar bilan sugatlar soyasi ostidagi go'zal manzaralarini birdan yo'q qilib etib, o'rniga cho'ng maydon yasab, atalmish siyosiy jinoyatchilarni ochiq sud qilib, o'lim jazosi beradigan jazo maydoniga aylantirgan edi. Xalpan Buzukvar mazarini buzgan chog'da G'ulji xalqi proletariat madaniyat inqilobining shamoliga qarshi siyishdan qo'rqib, g'ing-ping qilmay demini ichiga yutib, ishtiniga chiqarib qo'ygan odamdek jim o'ltirgan edi. Darvaqa hozir ustimiz tutgan, to'pisida tumanlar uzib yuradigan mazkur joy aslida Uyg'ur xalqining 150 yildan oshiq tarixiy ko'milgan, Ili xalqining yaqinqi zamon tarixiy shajarasining o'tmas tazkirasi hisoblanadi. Hozir yosh xonimni Xalpan Buzukvar mazarining hazratlari allaqachon o'z qo'yniga olgan edi. Yosh xonim bo'lsa, eg'ir sukunat ichida derazadan ko'rinib turgan, hech qachon ko'rib baxmagan kishi hasratiga hasrat qotadigan manzillardan ko'zini uzmay, bir chetdan xiyol lagligining ipini uzun qo'yib etib,
Yana bir jihatdan ana shu bo'lib o'tgan nohaqchiliklar ustiga fikr yurgizib o'tiratdi. U ichida nima degan falokatli kunlar bu? Biz gunohkor, ular fazilatlik. Biz 3 xil kuch, ular oliyjanob. Biz ishsiz, ularning hammasining ishi bor. Biz osonlik, ular asosliq. Biz yo'qolishga majbur, ular tirilishga loyiq. Nima degan adolatsizlik? Nima degan ko'p tengsizlik? Xizmat taqsimotidagi tengsizlik, salomatchilik sug'urtasi jihatdagi tengsizlik, turmush sifati jihatdagi tengsizlik, uy mulki ig'didorchilik qilish jihatdagi tengsizlik, Xitoy o'lkalari bilan Uyg'urlar yashaydigan joylarda yurgizilayotgan siyosat o'rtasidagi tengsizlik, ma'rif jihatdagi tengsizlik, nashriyatchilik jihatdagi tengsizlik, erkin diniy faoliyat qilish jihatdagi tengsizlik, chet ellarga sayli sayohat qilish jihatdagi tengsizlik, erkin savdo qilish jihatdagi tengsizlik, maash tengshish jihatdagi tengsizlik, unvon baholash jihatdagi tengsizlik va sinfiy farq jihatdagi tengsizlik. Eng muhimi o'z ona tilimizdan mahrum qoldirish jihatdagi tengsizlik. Nima degan sanab tugatsiz ko'p tengsizlik bu? Yana bor texi. Gerçi Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining qonuniy oldida Jungo fuqarolarining hammasi barobar deyilgan bo'lsa-mu, amaliyotda yuqorqi sanab tugatkisiz tengsizliklarning asosi bo'lgan qonun oldida barobar bo'lmaslikdek tengsizlik va yana o'liklar o'tirsidagi tengsizlik. O'lsakmi xotirjam bir joyda yotqizmaydi texi. Ajdodlarimizning qabrlarini u yoqdan bu yoqqa yo'tkab, hammasining izlarini yo'q qilib bo'ldi. Hatto ashu yer sharidan izlari yo'qolib ketish oldida turgan nihoyatda oz bir qism mozorliqlarning tizimligini turg'izib chiqqan va ularning joylarini kimlarga oid ekanligini, tarixiy orqa ko'rinishini yozib, xalq nashriyoti tarafidan nashr qildirgan Uyg'ur mozorlari nomli kitobning avtori professor Rahila Davudmi turmaga qamaldi. Mana bu dunyodagi eng cho'ng nohaqchilik va tengsizlik emasmi? Professor Rahila Davudning gunohi zodi nima? U faqat bu kitob orqali Uyg'ur madaniyatining bir parchasi bo'lgan Uyg'ur mozor madaniyatini saqlab qolishni o'ylagan edi-ku. Bundaq butkul insoniyat madaniyatiga kuch chiqarishni o'ylagan bir tadqiqotchining zindonga etilishi haqiqatan kishining g'azabini qo'zg'amay qolmaydi. Men mushu buzilgan mozorliqlar ustida uchib yurgan ko'rinmas ruhlar oldida hamda mushu yerga ko'milgan Ili sultonligining rahbarlaridan Ahmad G'aznachibekning va boshsiz ko'milgan ikki navrisining va shular qatorlaridagi Ili sultonligini qurish yo'lida shahid bo'lgan barliq bahodirlarning ruhlari oldida shundoq va'da beramanki, agar men bugun o'g'lim bilan omon eson tog'ning u yog'iga o'tib olsamla, cho'qim ashu Ili sultonligi davri surgan saltanatlik zamonlarning tarixini roman qilib yozib chiqib, ashu tarix va tarixiy shaxslar uchun mangu yemirilmas ma'naviy qabr tiklayman. Bundaq bir ma'naviy qabrni har qanday bir kuch mangu yemirib tashlay olmaydi. Avtobus daryo bo'yiga yaqinlashgan sari ko'ch-ko'ylarning ustidagi tuman quyuqlashyotdi. Buningga o'ng tanasib holda yosh xonimning hasratimi eshiyotgan edi. Ana, yo'lning o'ng tarafidagi oqish tumanlar laylab yurgan tar ko'cha bo'lsa, yosh xonim o'qituvchilik qildigan G'ulji shaharlik 11-o'rta maktabga tutishadigan ko'cha edi. Yosh xonim avtobusning so'l tarafidan o'ng tarafga burilib, bo'ynini so'zib turib, maktab tarafga shunchalik intizorlik bilan qaragan bo'lsa-mu, afsus, tuman bosgan ko'chaning ichini aniq ko'rishga amalsiz edi. Avtobus hamda o'ng tarafni yondab, pastga qarab so'zilgan yo'lda ketayotdi. Mushu tariqasida yana ozroq mang'andan keyin yo'lning so'l tarafidagi ichiga tortib silingan Nurtay Hojim yetimlar maktabining darvozasi tumanlar ichida yondan xira ko'rinishga boshladi. Darvozaning dal uduliga kelganda avtobusning surati yer töviniga qarab ishtiklab ketganlikdan yosh xonimning nigohi maktab tarafga tikilib bo'lguncha avtobus tezla o'tib ketdi. Uning ustiga avtobusning deraza aynaklarini xo'rqaplab ketayotgan bo'lg'achqa sirtdagi manzarani aniq ko'rish unchalik qulay bo'lmayotdi. Yosh xonim qo'l yog'liqi bilan deraza aynagini ishtik surtishga boshladi. U go'yo aynakdagi mangu chiqmaydigan bir dog'ni surtayotgandek shunchalik astoydil so'ldan o'ngga, o'ngdan so'lga, tuvandan yuqoriga, yuqoridan tuvanga qilib surtib, aynakdagi o'g'illarning hammasini aytib ulgurdi. Biroq sirtdagi manzarlarning hammasi yanada g'uva ko'rinib turardi. Ushbu g'uva manzarlar onaning hasratiga hasrat qilib, uning G'uljidan texa ayrilmay turibla bu go'ngi shaharga bo'lgan seg'inishini
hasratini texim oshirib o'tgan edi. Tar ko'chalar, bog'liq quralar, taqalgan masjidlar bilan maktablarning qangaltiroq o'g'izlari qatorliq hamma narsa tuman ichida g'oyib bo'lib ketayotgandekla tuyg'u berib turadi. Sirtki manzaradan to'kilayotganligi bo'lsa, qayg'u alamdan boshqa bir narsa emas edi. Avtobus bo'lsa, ularning hammasini rahimsizlik bilan orqasiga tashlab, daryo taraf qarab ishtik surat bilan ilgirlayotdi. Yosh xonimning ko'ksi bir ko'tarilib, bir pasayib, yuragining so'qishi bag'ansiri ishtiklab, ko'z o'g'illarida ixtiyorsiz yosh pardalari hosil bo'lgan edi. U deraza sirtidagi huzursiz va jimjit pinhon ko'chalar bilan kishini g'amga soladigan tumanliq manzaralarni ko'rib, ichidagi iztirob hassilab kuchayotdi. U amdi avtobus aynikidan bir-birlab tez suratda o'tib ketayotgan g'uva ko'rinishlardan ko'zini uzib, zehnidagi xiyollarni davomli surish orzusi bilan oldiga qaradi. Avtobusning oldida o'ltirgan bovaymo yosh xonimning o'g'lidek uyquga botgan edi. Bovayning so'l qo'li o'lik yilondek tuvanga sangilab qolgan bo'lib, avtobusning silkinishiga agishib, yengil planlayotdi. Bovayning yon tarafidagi o'rindiqda o'ttir yoshdan halqagan bir ayol bilan bir er o'ltiradi. Qaraganda ular er ayoldek qiladi. Ayol bo'lsa erining so'l mursiga beshini qo'yib, ko'zini yumgan peti lamjim demay o'ltiradi. Er bo'lsa nihoyat savarchanlik bilan udulg'i tikilib, tik o'ltirgan edi. Yuzi doğuloq kelgan bu odam go'yo tunurga liqqida nonni yiqib bo'lib, og'zini yimmida etib, damxunni azroq ichib qo'yib, tunur beshida nonning qizarib pishishini saqlab o'ltirgan to'rt do'kondagi navoiy ustamni esga soladi. Bala onasiga yo'langan peti qattiq uxlayotdi. Uning og'zi kulimsirayotgandek va yoki bir nima deydigandek azroq ochiq edi. Nefis lavlari azroq gaz bog'lagan bo'lib, burunlarining uchi qizarib qolgan edi. Avtobus daryoga yaqinlagan sari yosh xonimga tunish bo'lgan hamma narsalar orqada qolib Balliq chog'larda safar tepgan tar ko'chalar, saboqdoshlari bilan birga o'ynagan maktab qurasi, dars o'qigan sinflar va o'qituvchilik qilgan maktab, dars bergan o'quvchilari turmush qurib kelin bo'lib kelgan mahalla, pechayvonlari naqashliq uylar, milliy alohidalikka ega ko'p-ko'k eshik va derazalar, uzum baranliq ho'yli aramlar, qangaltiroq gumbazlar, ochiq ko'k ranglik quruq tomlar, soyi tashlab turgan majnun tollar, qaddini tik tutib turgan sedilar, shirin gullar, atirgul qatorliq o'zining hayotiga bog'liq bo'lgan hamma narsadan yiroqlab ketayotdi. Yosh xonimga ergashib kelayotgani faqat burungi go'zal aslamalar bilan hasrat edi. Darvaqa bu dunyodagi eng hasratga to'lgan yurak bo'lsa, so'yganlari bilan birga vatanni orqasiga tashlab erkinlikka qarab qochishga majbur bo'lgan bir onaning yuragi bo'lsa kerak. Orqada qolayotgan shahar bo'lsa, ayni yillarda shahidlar qonlari bilan yuyilgan, poklangan va Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan muqaddas makon edi. Bu yurtning egalari mushu zaminni so'ygan, qon kechib jang qilib qo'g'digan va bu zaminning mangu o'zlarining yurti bo'lib qoldiganligiga ishongan edi. Uning uchunmi mazkur zaminda yashagan Uyg'ur xalqi mushu zamin uchun abadiy kurash qilishga, abadiy qo'g'dashga, mushu zaminni dasab turib xizmat qilishga iroda bog'lagan. Shu sababdan bolaning dadisi bilan onasi yangi qarash, yangi aqida, yangi armonlarni ko'ngliga pukib, yosh avlodlarni mushu zamin uchun yetildirishga bel bog'lagan va hayotning, vijdonning, or-nomusning nima ekanligini bilib turib yashagan edi. El g'amini yeb, elning xizmatini qilib, el bilan taqdirdosh bo'lgan kishini elning qadrdaydiganligini bu yerning xalqlari biladi. Elning tarozisini eng odil taroza, elning ko'zi eng ro'shan ko'z. G'o'ljidan texi ayrilmay turibla yosh xonimni seg'indirdigan bu go'zal shahar hozir tuman ichida va avtobusning orqasida qilayotgan edi. Yosh xonim xiyolga patgan siri hasrati eshib, ko'z qarchuqlarda ixtiyorsiz yosh pardasi hosil bo'lib, ikki chekkisi og'rishga boshlagan edi. U ichida alvido to'ttukan, alvido ko'ncha, alvido to'ran mahallasi, alvido qozonchi va suv darvoza, alvido shahar ichi, alvido do'ng mahalla, alvido uch darvoza, alvido Ahmadjon ko'chasi, alvido Nog'irchi,
Elvida Ayxan maktabi, elvida 7-ci o'rta maktab, elvida Nurtay Hacim yetimlar maktabi, elvida Abduvali Muqayyid muallim, elvida lagerdagi barliq qarindoshlarim, elvida suyumlik yo'ldoshim, elvida Gulcam. Yurtimning hamma yeri, yurtimning o'g'il qizlari, yurtimning asli egilari, hammanglar mening qalbimdagi vatanim deb o'z-o'ziga nido qildi. Yosh xonimning mazkur nidosi yiroqdan ko'rinib turgan muz tutgan daryoning ustida ritimliq uzib yurgan tumanlar orasi qo'shilib g'oyib bo'ldi.